Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 27 mart Urganch Dekkan bozor dollar kursi bilan sizlarga Infimark ikkisini aytib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, birdan like'larni bosib ko'ravinglar. Bizdan xudo xolasa endilikda sizlarga bozordagi ma'lumotlarni, yangiliklarni yetirib beramiz. Endi dollar kursini video etib post etib joylashtiramiz. Pramo efirlarimizni narx-navolar bilan sizlar bilan xudo xolasa bilashaveramiz. Pramo efirda endi tolka narx-navolar joylashtiramiz. Qaranglar. Bugungi holatimiz Infimark. Rubl 100 tushib qolibdi-ku. Bozorga boramizdan endi bozordagi holatlarni o'rganib, sizlarga yetirib beramiz. Xudo xolasa. Bozorga keladigan bo'lsak, bozorda bugun xudo xolasa 100 dollarni hoji akalar 1 million 210 dan tutib ta 1 million 215 dan so'rab bitdilar. To'g'rimi hoji aka? Keyin rublga keladigan bo'lsak, rublni hoji akalar shu 143 dan boshlaydi ta 147 dan o'tibdilar. Sotisi 5000 dan 10000 dan o'ynaydi ularning ustida. Assalomu alaykum. Tanga shu o'sha deydi. 24 dan 24500 dan 1000 tanga. Sotisi 1000 so'm 2000 so'm ustida o'ynaydi bu ana. Ko'p o'ynamaydi. Euro bilan lekin turk pulining ustida yaxshilar o'ynaydi. Euro 1 million 350 patologi, turk puli 200 dan 250 mingga don. Sotisi 50 mingdan 100 mingga o'ynaydi. Bugungi yangiliklar bilan sizlar injinim yangiliklar bozorimizda bugun. Kelaverasizlar. Qaysan to'g'ri kelsa. Sog' bo'linglar, bizga davom eting.